Assalomu alaykum, Intimaqda xabarlarning kechki soni va uni sizlar bilan men Hurmatay Nurmatova tanishtiraman. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Qirg'iziston Rossiya jamg'armasi so'mni yetishmasligidan dollar bilan nasiya bermoqda. Sug'urta kompaniyasi ustav kapitalini 150 million so'mgacha ko'paytiradi. Dori-darmonlarning elektron bazasini tuzish bo'yicha konsepsiya qabul qilindi. Yangi tizim dorilar narxini nazorat qila oladimi? Bu sistema bizga o'ta zarur. O'zgan bozoridagi savdogarlarning 99%ning sanitar hujjati yo'q. Materialni qilov ko'payib hozir. Gumon, sabab sertifikat yo'q. Uni chiqargan datasi yo'q. Jalolobodda bola bog'chaning yonida ochilgan non zavodi ota-onalarni xavotirga solmoqda. Biroq ulardan hech qanday sadikdagi baldarga ziyoni yo'q. Qirg'iziston Rossiya jamg'armasi so'mni yetishmasligi sababli dollar bilan nasiya bermoqda. Bu haqda jamg'armaning boshqaruv a'zolari matbuot yig'inida bildirdi. Sababi Milliy bank so'mni to'liq miqdorda bermayapti. Biz nasiya berayotgan banklar Milliy bankdan so'm so'rashmoqda. Ular so'mni yetishmasligini aytishgan, shu sababli nasiyalar dollar bilan berilmoqda deb tushuntirishdi boshqaruv a'zolari. Hozirda Qirg'iziston Rossiya jamg'armasi nasiyalarni Amerika dollari bilan bermoqda. 3 million dollardan past nasiyalar davlat banklari orqali so'm bilan berilmoqda. Sug'urta kompaniyasi ustav kapitalini 150 million so'mgacha ko'paytiradi. Bu haqda davlat sug'urta kompaniyasidan bildirishdi. Ma'lumotga ko'ra, mablag'ni 50 million so'mdan 100 million so'mgacha yuqorilatish bo'yicha taklif kiritildi. Budjetda mablag'ni ko'paytirish ko'rib chiqilmoqda. Iyul oyida mablag'ni 150 million so'mgacha ko'tarish rejalanmoqda. Eslatib o'tsak, hozirda davlat sug'urta kompaniyasining ustav kapitali 50 million so'mni tashkil qiladi. O'lka hududida dorilar har xil bahoda sotilmoqda. Holatni yo'lga solish va nazorat qilish uchun Sog'liqni saqlash ministrligi dori-darmonlarni elektronlashtirish bo'yicha konsepsiyani qabul qildi. Unda shifokorlar bilan xususiy laboratoriyalar va farmatsevtik kompaniyalarning hamkorligida korrupsiya tizimi to'xtatiladi. Shuningdek, bemorlarga shifokor tavsiya qilgan dorilarni nazorat qilishga ham imkoniyat tug'iladi. Elektron tizimning fuqarolarga qanday foydali tomonlari bor, muxbirimiz bayon qiladi. Sog'liqni saqlash ministrligi dori-darmonlarni va tibbiy uskunalarning elektron bazasini tashkil etish bo'yicha konsepsiya qabul qildi. Ayni damda davlatda dori-darmon siyosatida kamchiliklar borligi sabab elektron tizimni tashkil etish zaruriyati paydo bo'lmoqda. Bu sistema bizga o'ta zarur. Sababi men aytib o'tmayman, biz ko'ptagan yetishganlikka yetdik. Biz bu ushul vaqtga cheyin biz mamlakat tomonidan 98-yildan 2010-yilga cheyin көптеген дары-дәрмек саясаты бойынша иштер жүргізілген. Но тем не менее бүгінгі күнде көптеген жетішпегендіктер келіп шығып жатты. Қайрайлы ошол. Бүгін проблемалар өте көп болды. Ошолардың барын проблеманы жою үшін, ошолардың үстінен иштөө үшін ушул системаны түзүүгө туура келди. Yangi tizim bo'yicha fuqarolar maxsus kartochka olishadi. Unda bemor haqidagi ma'lumotlar yozilib, uning tashxisi va kerakli dori-darmonlar ro'yxati bo'ladi. Ma'lumot bir vaqtning o'zida bazaga va dorixonaga tushadi. Fuqarolar shaxsiy raqamlari orqali ma'lumotlarni olsa bo'ladi. Mazkur tizimni amalga oshirish aholi uchun qulaylik yaratishi mumkin. Себеби азыр колдон колго өтүп кандай сапат кандай ар кандай дарылар чыгып атпайбы? Базарда деле мисалы жай отуруп чыгып атышат. Анан аптекага кирсең деле ошо ар кандай да сценаларчы дарылардын баары айырмачылык бар. Анан ойлойм, ошо карточка аркылуу алган жакшы го деп. Азыр баардыгы карточка болуп калат. Биздей баада болот. Колдон өткөндө ар кандай баа болот. Бирде арзан, бирде кымбат. Анан алардын дагы эмеси гарантиясы жок болот. Бул система негизинен жакшы. Бирок ар бир эле врачтарды бирдей деп айтканга болбойт. Бар, конечно, фирмалар менен договор менен иштеген врачтар, бирок врачтардын баардыгы эле андай эмес. Электронный көзөм мен оюмча жакшы болот, бирок азыр деле биздин врачтар по протоколу иштейт. Shu bilan birga ayrim shifokorlar xususiy farm kompaniya va laboratoriyalar bilan shartnoma tuzib noqonuniy foyda ko'rgan vaziyatlar ham bo'ladi. Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, elektron tizimda bunga yo'l qo'yilmaydi. Farmatsevtler bilen bizning geyver vraçlarımız janagıda bonus degen bir çıkkan, özüңөрдө ança munça bilip жүрсөңөр керек. Şu bonusты иштетип, бул жерде да коррупциянын bir elementi болуп атат да. Эми баарын деп айтууга болбойт, гейверлер.
ошол жагында бир тосконго аракет кылыш керек да. Себеби ушу бир эле адам жасаса, кийинкиси ошол эми бизде бир бүт баардык капиталдык система развития менен кетип аткандан кийинкиси да жасоого аракет кылып, ушундай элди кыйноого алып барып атабыз да. Mamlakatda dori-darmonlar chet davlatlardan va xususiy firmalar tomonidan olib kelinganligi sabab uni nazorat qilish mushkul bo'ladi. Dorilarni tender yo'li bilan sotib olishda, ularni chet davlatdan olib kelish va noqonuniy yo'l bilan olib kelish kabi vaziyatlar bor. Elektron tizim yordamida bu kabi vaziyatlarning oldini olib, dorilarning narxlari ham arzonlatgan davlatlar bo'lgan. Бұл система Америкада, США-да, жана эми Турцияда ушул до сих пор иштейт да, ушул жерде иштешет. Баалардын кескен 60%га чейинген ушул мамлекеттерде кескен төмөндөптүр да. Ошол себептен азыр биздин бүгүнкү учурда биздин мамлекетте ушул актуалдуу болуп турат да. Mazkur konsepsiya hukumat tomonidan o'tgan yilda qabul qilingan. Uni amalga oshirish 2016-2020 yillar orasida bosqichma-bosqich bo'ladi. Belgilangan tizim amalga oshishini Sog'liqni saqlash ministrligi nazorat qiladi. Majnun Ulug'bek qizi Ermek Muratbek o'g'li Aybek Bedelbekov, Intimaq. Joriy yilda bu konsepsiyani moliyalashtirish uchun donor qidirilmoqda. Madina, aytingchi, kelasi yillarda nimalar bajariladi? Mazkur konsepsiyani amalga oshirish muddati 4 yilni tashkil qiladi. Bu orada mutaxassislar maxsus o'qishdan o'tkazilib, donor bilan birgalikda farmatsevtika bozorlariga nazorat monitoring olib boriladi. 2017-yilda tizimni tuzish bo'yicha mutaxassislar o'qitiladi. 2020-yilda Qirg'izistonning barcha hududlarida mazkur tizim amalga oshirilishi uchun harakatlar ko'rilmoqda. Rahmat Madina, dasturimizni davom ettiramiz. O'zgan shahrida sotilayotgan oziq-ovqatlar talabga javob bermaydi. Savdogarlarning 99%ning sanitar kitobchasi yo'q. Bu bugun tegishli mutaxassislar bilan bo'lgan tekshiruvda aniqlandi. Unda muddati ko'rsatilmagan, tez sifati buziluvchi oziq-ovqatlar va yosh bolalar uchun chiqarilgan shirinliklarning tarkibi ko'rsatilmaganligi aniqlandi. Shuningdek, sut sotuvchi joylarda sanitar holatning ham nochorligi ko'rindi. Batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. Materialni qilav ko'payib hozir. Gumon, sabab sertifikat yo'q. Uni chiqargan datasi yo'q. 10 kun bu, 1 kun bu, o do'si yo'q. Mumkin emas ekan buni sotish. Misol siz sodani o'ylab o'tasiz, pulni o'ylab o'tasiz. O narga pakpatilda densoligini o'ylagangiz yo'q hozir. O'zgan bozoridagi mahsulotlarni nazorat qiluvchi hech kim yo'q. Yaroqlilik muddati o'tgan mahsulotlar ham sotuvda turibdi. Ayrim mahsulotlarning esa muddati yozilmagan. Ularni sotishga ruxsat beruvchi qog'oz emas, sotuvchilarning tibbiy nazoratdan o'tganligini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Ayrim sotuvchilar mazkur hujjatni ko'rsatib oqlanishga harakat qildi, lekin ularning muddati 5-6 yil avval o'tib ketganligi aniqlandi. Допуску, 2011'den o'tib, shu yerdan o'tibsiz aka. Hozir 2016 bo'ldi aka. O 2011 deydi axirgi. O'tibsiz deydi. Xitoydan olib kelingan mahsulotlarning tarkibini bilish qiyin. Shu sabab chet davlatdan olib kelingan mahsulotlarning tarkibi davlat yoki rasmiy tilda yozilishi kerak. Lekin bolalar uchun tayyorlangan shirinliklarning ko'pchiligida mazkur ko'rsatma ham yo'q. Bu niye o'zi vitamin ne ekan? Qolasadan vitamin de berilyapti. Yo'q, vitamindeyiz. Qarаңыз, bu yerda surogi ko'rinbasa ekan, ne ekan, mana bilinmasa Xitoydan. Bu bizim bolalarimiz jeb ne bo'ladi buning orqasini? Mana qarаңыз mana. Hech qo'tirmosa yo'q, ne ekan? Mana bit qara. Bir dag'i markirovka yo'q ekan. Qolasadan olayotganimda, ana buni surog Xitoylikda surog bo'lmaydi deganda. Yo'q, qana surog, qancha surog bo'lmaydi ekan. Yo'q, men so'raganman menda, shuni. Mana qarang, 2011 deydi ekan. 2011dan beri qancha yil o'tdi? Xitoyda ketdi уже 5 yil o'tdi ekan. O'zanchi bolalar bit atrofga o'tasizda. Oziq-ovqatlar kishi ko'p o'tuvchi yerlarda ochiq holda sotilgan ko'rinishlar ham bor. Shuningdek, uy sharoitida tayyorlangan salatlarni sotish uchun ruxsat yo'q, erkin savdoga aylangan. Mana salatlaringizga zaklучение berganmi? Ha, bergan. Qana ko'rsating. Menda yo'q edi hozir. Qayerda? Uyda-da, men olib chiqmadim-da. Siz salatni uyda emas, bozorda sotasizmi? Xaridorlarning barchasi ham mahsulotni sotib olishda uning muddatiga e'tibor qaratishmaydi. Bugun olib borilgan tekshiruv vaqtida muddati o'tib ketgan mahsulotlar ham aniqlandi. Qarаңыз, mana 7-oyga ekan, mana qarаңызlar. Вообще bir yil buni irg'itib utilizatsiya qilish kerak. Hozir bizda endi bunday buni hozir izolyatsiya qilganga, emekanga hech kim полномочия yo'q-da. Shuning uchun buni hozir ham o'ziga aytib, buni sanitariyaga biz ham emek qilib, qat tuzumda buni ishxona hozir berishimiz kerak-da. Aytilgan kamchiliklarni bartaraf qilish harakatlari sanitar xizmat tomonidan olib borilishi kerak, lekin mazkur bo'lim xodimlariga to'g'ridan-to'g'ri tekshirishga qonun yo'l bermaydi. Bir yilda bir gina yo'l tekshiramiz. 10 gün burada bu ödelimini veremiz, bunda eskirtib beremiz. 10 gün burada bergenden keyin alar
10 kundan keyin keladi ekan deb dardlanishadi to'g'ri. Eslerin vaqtida любой суток времени tekshirgan ақысы бар деген болчады to'g'ri. Hozir onday ақыбыз жоқ. Ошон үчүн 1 жылда bir tekshiramiz. Соответственно, нарушение болса, контрольный проверкадан гана штраф салабыз. Ошондо дагы жазаға салынгандан keyin dagы 1 жылга чейин өз билгенин кылышы мүмкүн да. Monitoring 15-mart Xalqaro iste'molchilarning huquqini himoya qilish kuni munosabati bilan Monopoliyaga qarshi kurashish agentligining O'sh-Oblast bo'limi rayonlararo iste'molchilarning huquqini va fuqarolar sog'lig'ini himoya qilish xizmati tomonidan uyushtirilgan. Kemçiliklerdi biz eskertme verip durup bir ay mühlet beremiz. Bir ay mühlet içinde jerilikli birliklerge, hakimçiliklerge, komissiyasına, sanepsiyansa ve slujba hadislerine eskertme berip, onları kontrolga alıp, onun doğusunu talep kılağız. Monitoring bu vaqtgacha Qorasuvda bo'lib, buning asosida rayon markazidagi 16 ta yirik bozorlar tekshirilgan. Bu kabi tadbir yaqin kunlarda Novqat rayonida davom etadi. Majina Ulug'bek, Ajina Bazarbayeva, Edil Egamberdiyo'g'li, Intimaq. Bugun Prezident bilan Moliya ministri 2016-yildagi respublika budjetini muhokama qilishdi. Ministr Adilbek Qasimaliyev joriy yildagi Moliya ministrligining ish rejasi, uning ichida 2013-17-yillarda o'lkani doimiy rivojlantirishning milliy strategiyasida belgilangan yirik loyihalarni moliyalash haqida aytib berdi. Davlat rahbari iqtisodiy tomondan bir xilda rivojlanishni ta'minlash va o'lka fuqarolari oldidagi barcha ijtimoiy vazifalarni o'z vaqtida to'liq bajarish bo'yicha Moliya ministrligi bilan boshqa davlat organlari birgalikdagi ishlarni muhokama qildi. Jalolobodda bola bog'chaning hovlisiga qurilgan non pishiruvchi sex ota-onalarni xavotirga sola boshladi. Ular ishxona ishga tushsa, bolalarning sog'lig'iga salbiy ta'sir qilishi mumkin deb aytishmoqda. Non zavodi 2 oyning ichida ishga tushadi. Vaqt yaqinlashgan sari ota-onalarning bog'cha rahbariyatiga nisbatan qarshiligi kuchaymoqda. Non zavodidan chiqqan tutun chindan ham bolalarning sog'lig'iga ta'sir qiladimi? Bu haqda muxbirimiz mutaxassislardan javob olgan. Jalolobod shahridagi Ramashka bolalar bog'chasiga yaqin yerda non pishiruvchi korxona joylashmoqda. Ishxona qurilishi boshlanganida bog'cha rahbariyati qarshilik ko'rsatganiga qaramay hech qanday natija chiqmagan. Bog'cha rahbariyati bu korxona faoliyat boshlasa, bolalar sog'lig'iga ziyon keltirishidan xavotirdalar. Albatta, ta'siri bo'ladi. Nega deganda, bu jarayonni issiq sekda Sek bo'lgandan keyin mana o'rtasini oyog'imda qalindab to'sishga to'g'ri keladi. Agar to'sib qo'ygan bo'lsa, yo'l narjoqda qolib o'tadi. Bizning qampa narjoqda qolib o'tadi. Ani kelajakda ham bu desa hozir отопленияsi yo'qda. Biz o'txona quramiz deb deputatlar aytganda ma'qullashdik. O'txona qurganga bizdan o'rin yo'q. Non pishiruvchi ishxona 2 oydan keyin ishga tushadi. Uning bolalar sog'lig'iga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida ota-onalar turli fikrlarni bildirishmoqda. O'zi bog'chaning oldida bunday sadikning oldida bo'lgani ma'qul o'zi. Sadikning oldida sal olisroq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Если bu yoqqa qo'rqinchi yo'q bo'lsa, bo'lar. Qo'rqinch bo'lsa bo'lmaydi. Ishxona munitsipal mulk bo'lganligi sabab Jalolobod meriyasining tasarrufiga kiradi. Binoni qurish uchun shahar kengashi deputatlarining roziligi bilan qaror qabul qilingan. Qurilish ishlari boshlangandan avval bog'cha bolalari sog'lig'iga ziyon keltirmasligi tekshirib chiqilgan. Ağa mazut жағылбайды, көмір жағылбайды, электрический или газовый, да? Газовый болғаннан кейін өзіңіз білесіңіз жит шықпайды газдан. Электрический болғанда жит шықпайды. Ал жаңағы пішірған продукциядан жаңағындай пішқанда мемес шығышы мүмкін. Аға біз меменің ішінде полный жаңағындай түтікшелерді орнатып отырмыз, воздухта тұрған нәрселерді. Бирок алардан ешқандай садиктегі балдарға зияны жоқ. Mazkur ishxonani ochishdan avval tegishli xizmatlar va sanepidemiologiya markazidan ruxsatnoma olmagan. Bog'cha yaqinida non pishiruvchi korxona qurilishidan mazkur markazning xabari yo'q. Binoda tegishli me'yorlar saqlanganmi yo'qmi, sanepid nazorat markazining xodimlari buni endi nazorat qila boshlaydilar. Bu non pishiruvchi sex bo'yicha negizgi ruxsat beruvchi ishxonalardan nega qilganga bo'ladi deb berilgan dokumentlarda. Ruxsat qog'ozlari berilgan, quruqqa bo'ladi degan. Al bo'yicha hech qanday qo'rquv tug'dirmaydi bolalarga. Ekologiyada da bu elektrический оборудование bo'lgan uchun ziyoni yo'q deb hisoblanadi. Sanepidemiologiya markazining ma'lumotiga ko'ra, yengil sanoat ishxonalari bola bog'chadan 200 metr uzoqlikda bo'lishi shart. Agar bino oralig'i yaqin bo'lsa, atrofi to'silib, tutun chiquvchi mo'rilari baland bo'lishi kerak.
Ota-onalar bilan bog'cha yetakchilarini xavotirga solayotgan non zavodiga bog'liq masala payshanba kuni soat 15:00 da 10 dasturida muhokama qilinadi. Ishga tushmay turib xavotir yaratgan zavodni foydalanishga berish yoki texnik xavfsizlik choralari ko'rilishi to'g'risida Jalolobod shahar meri Salaydin Avazov javob beradi. Mazkur ko'rsatuvda Jalolobod shahridagi muammoli boshqa masalalar ham muhokama qilinadi. Bugun O'sh shahrida Alisher Navoiyning 575 yiliga bag'ishlangan xotira kechasi bo'lib o'tdi. Unga o'qituvchilar va mahalliy yashovchilar ishtirok etishdi. Shuningdek, O'sh shahrida joylashgan Alisher Navoiyning yodgorligiga gulchambarlar qo'yildi. Barcha turkiy xalqlarning buyuk shoiri, mutafakkiri, jamoat va davlat arbobi bo'lgan Alisher Navoiyning g'azallarini o'quvchilar tomonidan ifodali o'qish tanlovi uyushtirildi. Ular shoirning ijodidan namunalar o'qib, uning hayoti bilan tanishdi. Ta'kidlab o'tsak, shoir asarlari dunyoning 100 ga yaqin tillariga tarjima qilingan. Alisher Navoiy chiqishdan dunyoning o'ychuli, gumanisti, aqindari emas, mamlakatlik ishber qatori yaxshi bilamiz. Tarixdan alkishini tarixchi qatori, tilchi qatori, filolog qatori ko'p chiqarmalar saqlanib qolgan. Alisher Navoiy bu turk eldarining birinchi yo'li turk tilida yozgan aqin qatori, eng ko'p yozgan chiqarmalar yozgan aqin qatori yaxshi bilamiz. Dasturimizni xalqaro voqealar bilan davom ettiramiz. O'tgan yilning noyabr oyida Parijda sodir bo'lgan qo'poruvchilikdan keyin o'lkada favqulodda holat e'lon qilindi. Bu vaqtdan boshlab kuch tizimlari 3000 dan ortiq antiterror operatsiyalarini olib borib, 300 ga yaqin kishilar qo'lga olingan. Voqeaga bog'liq Fransiyaning premyer ministri navbatdagi yig'inida o'lkadagi favqulodda holatni may oyigacha uzaytirishni taklif qilmoqda. Fransiyaning premyer ministri mahalliy yig'ilishda o'lkada e'lon qilingan o'zgacha holat may oyigacha davom etishini so'ragan. Bu vaqtda tartib soqchilari 3000 dan ortiq antiterror tekshiruvlarini olib borishgan. Bunday holatda ehtiyot bo'lish o'lka uchun juda muhim deb hisoblashadi. Daesh, l'État islamique ou Al-Qaïda Islom mamlakati Al-Qaida so'g'ishkerlarining ta'siri bayqalib turadi. Iroqdagi, Siriyadagi terrorchilar fransiyalik jarandar bilan baylanishib жатқандыгы тууралууда маалыматтар бар. 500 ашуун жарандар учурда Сирияда жүрүшөт. O'lkadagi o'zgacha holat Parijdagi portlashdan keyin e'lon qilingan edi. U yerda terror hujumidan 130 nafardan kishi olamdan o'tgan. O'zgacha holat e'lon qilingandan beri politsiya xodimlari 300 dan ortiq terrorchilikda gumonlanganlarni qo'lga olishdi. Bundan tashqari 560 dona qurol-yarog' topilib, yana bir qo'poruvchilikning oldi olindi. Premyer ministr deputatlardan bosh qonunga o'zgartirishlar kiritib, shu bilan birga qo'poruvchilikda gumonlanganlarni Fransiya fuqaroligidan chiqarish kerakligini taklif etdi. C'est un geste qui marque l'union de tous ceux. Bunday charalar bilan biz o'zimizning qo'psizligimizni qamsiz qila olamiz. Bu degan bo'linuv emas, teskarisincha bir uygu deganni bildiradi. Mais au contraire, c'est une manière d'affirmer aussi. Biroq premyer ministrni jinoyatchilarning fuqaroligini bekor qilish taklifi Adliya vaziriga ma'qul bo'lmadi. U o'z qarshiligini aytib, ishdan bo'shash uchun ariza yozdi. Qonunga o'zgartirishlar kiritish borasida yana muhokama bo'lishi kutilyapti. Yaponiyalik bir oilaning a'zosiga aylangan kichik qush hozirda barchaning e'tiborida bo'lmoqda. Pechan nomli qush bu oilaga o'tgan yili uchib kelib, shu yerda yashab qolgan. Uni boqib olgan ayol bu qush ularni ermagiga aylanganini yashirmadi. Ko'pchilikning e'tiborini o'ziga tortgan qush haqida navbatdagi lavhada. Bu kichik jonivor bir oilaning haqiqiy a'zosiga aylangan. Bunga uni hech kim majburlamagan. O'tgan yili kuz oylarida Yesiko Fudzino ishdan qaytayotganda bu yovvoyi qush unga ergashib kelgan. Uyga yetganda ayolning yelkasiga qo'nib, u yerdan ketmay qo'ygan. Oxiri qushni boqib olishga qaror qilishib, unga Pechan degan laqab berishgan. Ал биздин үй бүлөнүн мүчөсү болуп калды. Неберелерибиз чоңоюп, үйдө кичинекей эч ким калган эмес болчу. Азыр эми Пechan биздин эрмегибизге айланды. Bu oila Tokioda 2 soatlik masofada joylashgan Fukaya shahrida istiqomat qiladi.
Үйүбүзгө коноктор келгенде аны баары көрүп кубанып кетишет. Ал адамдардан коркпойт, баарына учуп бара берет. Yovvoyi qushning odamlar bilan yashashi hayron qolarli vaziyatni yuzaga keltirib, u bir vaqtlar haqiqatdan ham xonaki qush bo'lgan degan fikr uyg'otadi. Sport xabarlaridan Botken shahrida sportning qoidasiz kurash bo'yicha bu vaqtgacha mashg'ulot joylari bo'lmagan. Sportning bu turi so'nggi yillarda o'lka bo'yicha rivojlanayotgani sababli yoshlarning qiziqishi ortgan. Qoidasiz kurashga qiziqqan yoshlarni birlashtirgan Jashdem sport klubi tashkil qilinib, Botken shahri yoshlarini tayyorlamoqda. Batafsil muxbirimizning navbatdagi lavhasida tanishasiz. Nurdaston Abdullayev bu vaqtgacha davlat miqyosida va chet davlatlarda sportning qoidasiz kurash turi bo'yicha muvaffaqiyatlarga erishib kelgan. Qozog'iston va Rossiyada bo'lib o'tgan turnirlarda sovrinli o'rinlarga ega bo'lib, sport ustasi nomini olgan. 2009 O'sh shahrida o'tgan RJSR bo'yicha Qurumrek Saidovning vaqtida, shu prezidentning vaqtida prezident qo'l qo'yishi bo'yicha Qirg'iziston bo'yicha RJSR 8 o'tganda, o'shunda alternativga chiqib, shu medalni o'tganman. Birinchi o'rin. Ayni damda Nurdaston Abdullayev Botken shahrida yoshlarni sportga jalb qilish maqsadida Jashdem sport klubini ochib, qoidasiz kurash va sportning yana bir nechta turlari bo'yicha murabbiylik qilib keladi. Klub tashkil qilinganiga oz vaqt bo'lishiga qaramay, bu joyda 60 dan ortiq sport ixlosmandlari bor. O'zim ofitsialniy brazilskiy valyuta degan ofitsialniy Emil To'xtovich men Bishkek menda litsenziya olib kelib, shu yerga yoshlarni birimlikka chaqirib, qandaydir bir tartibga chaqirib, ko'chada qandaydir bir yaxshi yeguliklarga, zagrandlarga chiqqanga buyursa, o'shol narsalarga esli qarajat bo'linib, sponsorovat etib, ballarni nima qilsa, yaxshi yeguliklarga nima qilib olib chiqamiz buyursa. Botken shahrida Jashdem degan bir sport klub açılıp, unda sportun şu boyovoy samba, orta aytganda boy bespiral dep koyat. Anan şu kuröштүн başka türleri, улуттук күрөш, грек-рим күрөшү, эркин күрөш, şu бардыгын топтоп ушул bir şu залда маштууну уюштурдук. Mazkur sport klubida kurash san'atini o'rgangan yoshlar chet davlatlarda va Qirg'izistonda bo'lib o'tuvchi turnirlarda ishtirok eta olishadi. Jashdem sport klubida jismoniy mashq jarayonini o'tayotgan Nurlanbek Marayimov bilan birga yana 4 sportchi yaqin kunlarda Bishkek shahrida bo'lib o'tuvchi musobaqaga yo'llanma olishgan. Bellashuvda muvaffaqiyat qozonishga umid qilishmoqda. Jashdem sport klubi ochilib, Qo'shan Michasov hozirdan mashq o'tamiz. 9 fevral kuni Qirg'iz Respublikasida Bishkek shahrida boyovoy sambo bo'ladi. Garreyev degan, Garreyevning atına bo'ladi. Bu masterskiy turnir Qirg'iziston birinchiligida bo'ladi. O'shol joqqa bir 5 balo jo'natamiz. Shu sport klub Jashdem atынан, Botken atынан. So'nggi vaqtlarda Botken shahrida sportning ko'plab turlari bo'yicha yoshlar mashq qilishmoqda. Ularning qatorida sportning taekwondo turi bo'yicha ham sovrinli o'rinlarga ega bo'lganlar bor. Qoidasiz kurash bo'yicha esa klublar yo'q bo'lgani uchun bellashuvlarga bungacha yo'llanma bo'lmagan edi. RJSR mushtlash bo'yicha Botken shahrida частично балдар mashq жүргөн болсо, алар тарабынан bir илге же bir сарнага катышууда болгон эмес. Мына атайын şu Jashdem klubu түзүлүп, мында ошол жаштардын башын бириктирип, баштырда келечекте жакшы илтерге жетет деген ойдобуз. Qoidasiz kurash bo'yicha shahar sport komiteti Jashdem sport klubi bilan birgalikda Ulug' Vatan urushida qozonilgan g'alaba munosabati bilan bellashuv o'tkazishni rejalashtirmoqda. Turnir xalqaro miqyosda o'tkazilib, Tojikiston, O'zbekiston va Qozog'iston davlatlaridan sportchilar taklif etiladi. Hozirda O'shning Oloy jamoasi OFK kubogining guruh bosqichiga chiqish uchrashuvida Livanning Tripoli klubi bilan maydonga tushadi. Uchrashuv Livanda bo'lib o'tib, Bishkek vaqti bilan soat 17:45 da boshlanadi. Agar Qirg'iziston chempioni Oloy bu o'yinda g'olib bo'lsa, OFK kubogining B guruhiga qo'shiladi. Unda Iroq, Iordaniya va Tojikiston jamoalari bor.
Sport mavzusini davom ettiramiz. Finlandiyalik o't o'chiruvchi Jonas Mäkipelto 5000 marta turnirda tortinib, dunyo rekordini yangiladi. Unga bu natijani ko'rsatish uchun 18 soat kerak bo'lgan. Jonas o'zidan oldingi rekorddan yaxshiroq natija ko'rsatish uchun 5 marta ko'p tortilgan. Uning aytishicha, u avvaliga 6000 martalik natijani qayd etish maqsadida bo'lgan, lekin jarayon davomida olingan jarohati bunga xalal bergan. Shunday bo'lsa ham u avvalgi rekordni yangiladi. Tämä on aivan historiallinen, kova, jäätävä suoritus. Hyvä Joonas. Ajoyib, jarohatiga qaramay o'z maqsadi uchun intilgan yigit ekan. Assalomu alaykum. 10 fevralga olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishib oling. Qirg'iz Respublikasi ob-havoni kuzatish markazining bergan ma'lumotiga ko'ra, ertaga qor yog'ishi kutilmoqda. Shimoliy g'arbdan esgan shamol tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi Chiyobisda 5-10, kunduz esa 2-7 daraja sovuq bo'ladi. Talasovda kechasi 7-12, kunduz esa 4-9 daraja sovuq. Issiqko'l oblasida kechasi 3-8, kunduz esa 2-7 daraja sovuq bo'lishi kutilmoqda. Norin oblasida kechasi 17-22, kunduz esa 10-15 daraja sovuq bo'ladi. Batken oblasida kechasi 5-10 daraja, kunduz esa 2-7 daraja sovuq bo'lishi kutilmoqda. Jalolobod oblasida kechasi 3-8, kunduz esa 5 daraja sovuq. O'sh oblasida ham ertaga kechasi 3-8, kunduz esa 5 daraja sovuq bo'lishi kutilmoqda. Poytaxtimiz Bishkekda ertaga vaqti bilan qor yog'ishi kutilmoqda. Havoning harorati kechasi 3-5, kunduz esa 7-9 daraja sovuq bo'lishi kutilmoqda. Shahrimiz O'shda ham vaqti bilan qor yog'ishi kutilmoqda. Shimoliy g'arbdan esgan shamol tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi 3-5, kunduz esa 2 daraja sovuq bo'lishi kutilmoqda. Sizlar 10 fevralga olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishdingiz. Ob-havo ma'lumoti bilan men sizlarni Dilafruzada Janova tanishtirdim. Salomat qoling. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Tuningiz osuda o'tsin, xayr-omon bo'ling.